Qara gapiraver. Hokim o'rinbosari ekologiya inspektoriga kuch ishlatdi. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida ekologiya qo'mitasi inspektori Ahrorjon Niyozovga tuman hokimi o'rinbosari Saidali Xidirov kuch ishlatib, Milliy gvardiya xodimlari yordamida tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Aholi murojaatiga asosan holat joyiga tezkor yetib borgan ekologiya qo'mitasi inspektori noqonuniy daraxt kesish holatini aniqlab, uni to'xtatish va belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirmoqchi bo'lgan. Nimaga beramiz? Bir ko'layapti, qo'yapti, Bahroya. Yonimda daraxt kesyapti. Aka, qo'yapman men, kesyapsan, mana. Deb qo'yapman. Men isbotlayman. Isbot tagidan bo'ladi. Arrani ber. Bu kran ko'layapti. Boring xodimlarga gap. Arrani ber dedim. Berilmaydi. Ber arrani. Bermayman. Biroq uning qonuniy harakatiga hokimlik tomonidan zo'ravonlik yo'li bilan qarshilik qilinmoqda. Bu amaldorga chora ko'ra oladigan biror mard bormi? Bular shunchalar chegaradan chiqib ketganki, na prezident farmonini tan oladi, na qonunlarni. Mana ijro hokimiyati qay holda? O'zingiz baho bering. Ekologiya milliy qo'mitasi hokim o'rinbosari va boshqa mas'ul shaxslarning bu harakatini keskin qoralaydi va ularning qonuniy javobgarlikka tortilishi choralarini ko'radi.